Assalomu alaykum. Bu video Avtoradio kanali uchun maxsus. E'tiborlang, markazida eksklyuziv yangicha magnitola Topway TS10 7862 modeli eksklyuziv magnitola o'zini mexanik knopkalariga ega, ya'ni bыстрый запуск knopkalari bilan o'zi ajralib turadi. O'zi 10 dyum bo'lgani bilan посадочный joyi 9 dyumli ramkaga bemalol tushadi. Hamma magnitolaga o'xshab standart menyuga ega. Bez problem olishlari mumkin. Hozir men birma-bir ko'rsatib ketaman. Hop, nastroykaga kiramiz. Protsessor versiyasi Octa US 7862, 8 yadrli, ya'ni 8 yadrli protsessor. Radio moduli QN8035, Bluetooth 5, operativka 4 GB, ichki xotira 32 GB, SIM karta ulash imkoniyatiga ega, yangicha Android magnitola. Xo'p, bez problem olishlari mumkin. Высокочёткий ekran, 1280x720, Android versiya 14. Umuman qotmaydi. Eksklyuziv быстрый запуск knopkalari bor o'zini. Masalan, mana programmaga kiryapsizlar, menyuga qaytish kerak. Menyu knopkani bosasizlar, qaytadi. Navigator knopka. Hamma bu knopkalari, быстрый запуск knopkalari stabil ishlash bizga imkoniyatini beradi. Ya'ni katta yuqori informativlikka ega QLED ekran, ya'ni ko'p IPS matritsali ekran bizga berilmagan imkoniyatni beradi. Высокочёткий, ya'ni cho'tki, hech qanaqa zirnisiz yo'q ekran. Qotmaydi. Даже navigatorda bemalol ishlatsalar ham bo'ladi. 4 GB operativka bizga qotmaslik imkoniyatini beradi. Hop. Har bitta standartli magnitolada bo'lgan xususiyatlarga ega. Avtoradio. Hop, запоминающий funksiyasi bor. Avtopoisk qilgandan keyin o'z-o'zidan сохранить qilib oladi. Muzika. Mexanik knopka bez отказ, bez отклик ishlaydi. Ezishlarning o'zida hech qanaqa отклоненияsiz 1 sekundga ortiq отклоненияsiz ishlab beradi. Mexanik knopkalari bor. Bemalol ovozni ko'tarib yoki tushirsak bo'ladi. Undan tashqari keyingi trekka o'tish imkoniyati bor bizda yoki bitta oldingi trekka qaytish imkoniyati bor. Mexanik regulyator knopkalari bilan. Mana bu knopkani bir marta bossak, mute, ya'ni bezvuk rejimga o'tadi, lekin muzika davom etaveradi. Yoki regulyatorda burib qo'ysak, o'sha bezvuk rejimdan chiqadi. Mana buni essak, pauza yoki play funksiyasini bajaradi. Undan tashqari высокочёткий цветопередача, ya'ni buni telefonda ekrani bilan baribir ta'riflab bo'lmaydi, baribir 100% ko'rsatib bermaydi. Настолько насыщенный ekran. Maza qilib ko'rasizlar. Yangicha magnitola, быстрый запуск knopkalari. Xo'p, xuddi shunaqa videoni ham regulyator gromkosti orqali boshqarsak bo'ladi, ya'ni ovozni ko'tarib yoki tushiramiz. Boshqa Android magnitolalarga o'xshab ikkita qo'l bilan ko'tarib tushirish shart emas. Shunday qaramasdan turib, даже ko'tarsak, tushirsak bo'ladi. Bir marotaba bossak bezvuk bo'ladi. Bitta burib qo'ysak regulyatorda, ya'ni zvuk rejimga o'tadi. Undan tashqari bu regulyatorimizni bir marotaba bossak pauza bo'ladi, bitta bossak play bo'ladi yoki keyingi trekka o'tish, keyingi videoga yoki bitta oldingi videoga o'tish xususiyatiga ega. Hop, birma-bir nastroykalarni ko'rib o'tamiz. O'ziga yarasha temalari bor, по умолчанию, ya'ni bir xilga avtomagnitolalarda bir dona tema bo'ladi. Xohlagan temalaringni qo'yib ishlatsalaring bo'ladi. Bundan tashqari hop, ovozli голосовой assistenti bor o'zini. Bunga ya'ni kim pul to'lash kerak bo'ladi. Где-то $15 to'lash natijasida siz o'zingizga голосовой управление funksiyasini yoqsangiz bo'ladi. Bu narsa ham bor. Bundan tashqari pagoda, ya'ni ob-havo ma'lumotlarini ko'rish funksiyasi. Har bitta standartli avtomagnitolarda bor narsa xuddi bu magnitolada ham bor.
Bundan tashqari rulga knopka qo'ydirgan taqdirlaringda обучение управление funksiyasi mana shu yerdan boshqariladi. Navigator hech qachon qolmaydi. Undan tashqari разделить ekran funksiyasi bor. Bemalol navigator ko'ryapti ham. Masalan, yarimiga navigator, yarimiga misol oila a'zolarim bilan ketayotganlaringda video qo'yib bersa bo'ladi. Bundan tashqari birinchi ma'lumot tariqasida aytib o'tish joiz. Birinchi avtomagnitolani yoqayotganlaringda yoqdilaring, mana internet tarqatdilaring, o'z-o'zidan soat, tam часовой пояс настройкалari to'g'rilanadi. Undan keyin YouTube'ga kirdilaring. YouTube сразу ishlamasligi mumkin. YouTube'da ishlatish uchun bir marotaba обновление qilib yuborish bas. Shu avtomagnitola yongandan keyin Google pochtalarini kirgizasizlar, keyin YouTube'da обновление qilib yuborish kerak, bo'lmasam сразу ishlamaydi. Endi undan keyin bu magnitolamizni SIM slot выходi bor, bemalol 4G поддержка qiladi. SIM karta asosi bor. Bu SIM slotimiz yonga surib turib ochamiz. Mana bu yerda metallический fiksator bor. O'z normada SIM karta solasizlar, metallический fiksatorni yuqori tarafga surib qo'ysangiz fiksatsiya bo'ladi va yopib turib bardacho'kka tiqib qo'yasizlar. Mana bu USB kabellari, ya'ni fleshga ulab ishlatish imkoniyatini beradi. Xo'p, bundan tashqari SIM karta uladilaring сразу ishlamaydi. SIM kartani ishlash uchun bir marotaba перезагрузка qilib yuborish bas. Ya'ni kalitni o'chirib chiqarish emas, полностью o'chirish kerak. Перезагрузка qilish kerak. Перезагрузкani bossalaring, magnitola перезагрузка bo'ladi va sizlarga antenna chiqib ko'rsatishni boshlaydi. SIM karta ishlaydi. Endi SIM kartada bizga по умолчанию o'zini Google полный paket programmalari bor. Ya'ni bu qaysi programmalar? Google Internet, Google Play, tam Google Chrome va hokazo. Google Playga Google pochtani kirgizasizlar, kirgizib turib SIM karta stabil ishlash uchun telefon, Google telefon va Google сообщение degan ikkita programmani skachat qilib olasizlar va bunda qo'ng'iroqlarni boshqarish bizga imkoniyatini beradi. Bemalol terib, boshqarib, громкий связьda eshitsak bo'ladi. Undan tashqari mikrofon выходi bor o'zini, standartli mikrofon ulasa bo'ladi. Mikrofon выходiga ulab ishlatsa bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari GPS qay darajada ishlayapti, GPS покрытияni kontrol qilish imkoni bor. Xo'p, email registratsiyadan o'tgan. Yana bunda bu eksklyuziv magnitolada email o'zgartirish imkoniyati bor. Hozir nastroykasini birma-bir ko'rsatib ketaman. Любой standartli magnitolada bor nastroykaga ega bu eksklyuziv avtomagnitolamiz. Sech, Wi-Fi boshqarish imkoniyati va SIM kartani o'chirib yoqish, internetni o'chirib yoqish menyusi. Xo'p, ekran, rегулировка, яркостni rегулировка qilish, обои qo'yish, shriftni kattalashtirish, kichiklashtirish, temani o'zgartirish yoki temani to'q rejimga o'tkazish va hokazo imkoniyatlarga ega. Zvuk menyusi, ringtonni o'zgartirish va hokazo. Любой standartli magnitolada bor menyular bor. Hamma menyuga ega. Hop, kamera menyusi. Личный akkauntni boshqarasiz. Tilni o'zgartirish menyusi. Sistema Android sistemasini yoki MCU sistemasini обновление qilish shu yerdan boshqariladi. Часовой пояс, data, время, soatni o'zgartirish. Xo'p, endi zavodskoy menyusi bor. Zavodskoy menyusi kodli. Zavodskoy menyuga kirishda ikki xil kodi bor. Endi men bilgan kodi ikki xil. Birinchi kodimiz 8888 tersalaring zavodskoy menyuga kiradi. Eshik boshqarish imkoniyati, logotip o'zgartirish imkoniyati, ruldagi knopkalarni o'zgartirish imkoniyati, усилитель yoqib o'chirish yoki qandaydir funksiyasini ko'tarish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari bu magnitolamizda Android Auto yoki CarPlay orqali telefonni ulab ishlatishimiz mumkin yoki Bluetooth tizimi orqali telefonimizni ishlatib boshqaramiz.
yoki undan tashqari sim kartani o'zini ham solib ishlatish imkoniyati bor. Sim karta ishlatmagan taqdirlaringda ham telefonlaringni bemalol Bluetooth orqali ishlatib boshqarsalaring bo'ladi. QLED ekran, высокочёткий ekran. Баба вживую очень хорошо смотрится, чем вот я вам объясняю. Вживую ko'rsalaring bundan ham yarkий ekran, shunaqa eksklyuziv. Bu magnitolarimiz Diamond X80 ga o'xshab ketadi, но Diamond X80 regulator громкость knopkalari ekranni yarmini to'sib turgani uchun klip ko'rayotganlaringda ham, klip ko'rayotgan paytlaringda klip rastянуто bo'lib qoladi, yo cho'zilib ketadi, yo qisqarib turib cho'zilib ketadi. Bunda hamma yo'q, alohida по polchkam to'g'ri joylashgan. Do'stlar, mana shu yerda bir necha daqiqalik lirik chekinish qilamiz. Mana shu kichkina obzorimizni bir chekkasiga men Diamond X80 modeli bilan solishtirib ketishga qaror qildim. Bu modelda o'zini xarakterli menyusi bor, o'zgarmas menyusi. O'zgarmas menyusida, ya'ni regulator knopkalari bor. Biz solishtirayotgan modelga o'xshash bu model ham, lekin o'ziga yarasha minuslari bor. Har bitta magnitolada bo'lgandek o'ziga yarasha minuslari bor. Birinchidan, regulator knopkalari menyuni yarmini to'sib qo'yadi. Bu yerdan ham, bu yerdan ham. Menyuni yarmini to'sib qo'ygan sababli mana menyu o'zgarmas qilib olingan. Bu minib ketayotgan paytlaringda ham, misol, qaysidir programma ochasizlar, YouTube ochasizlar, video ko'rasizlar va shuni hisobiga ekran jicha cho'zinchoq bo'lib qoladi. Ekran mana shu yerdan mana shu yergacha video ko'rsatish yoki misol boshqa programmalarni ochish qobiliyatiga ega, mana pastdagi menyusi o'zgarmas. Bu birinchi неприятный tomoni. Ikkinchi неприятный tomoni, regulator knopkalarida xarakterni такой baland shilchoq bilan o'tadi. Misol, ovozni ko'tarish yoki keyingi musiqaga o'tkazish, undan oldingi musiqaga o'tkazish yoki play pauza qilish. Shu narsani o'zim kuzatdimki, masalan, yurib ketayotgan paytda biz bilamizki, vibratsiya bo'ladi mashinada yurib ketayotgan paytda va ovoz ko'tarayotgan paytda ba'zida mute, ya'ni bezuk bo'lib qoladi, ezilib ketish hisobiga. Ba'zida ovoz ko'tarib tushirayotganda shu narsani men guvohi bo'ldim va ozgina luft bor. Eshitgan bo'lsalar, video ko'ryapsizlarda, eng chataq неприятный tomonlaridan biri o'zgarmas menyu. Bunda tema o'zgartirish imkoni yo'q. Menyu har doim sizlar bilan birga mana shunday ko'rinib turadi. Va video ko'rayotgan paytlaringda ekran cho'zinchoq bo'lib ko'rinib qoladi. Rastянут bo'lib, ekran qisqarib turib cho'zinchoq bo'lib ko'rinadi va mana xarakterni odamlarning yuz tuzilishi cho'zinchoq bo'lib ko'rinadi bizga, yonga. Bu yerdan ham lufti bor. Shu неприятный narsa. Biz yuqorida ko'rsatgan obzorni qilayotgan modelimizdan farqli tomonlari shunda. Biz obzor qilayotgan modelimizda alohida joylashgan, bunda prям ekranga встроенный qilib joylashgan va mana обозначениялari ham regulator knopkani обозначениялari ham krivo qilib qo'yilgan. Mana bu regulator knopkani обозначениялari, ya'ni volume yoki keyingi trek, undan oldingi trekka o'tkazish обозначениялari ham past simmetrichna emas, немножко krivo qilib qo'yilgan va mana ichidagi regulatorda soni ham верхний немножко левый углga anaqa уклонение bo'lib turgan. Shunaqa неприятный tomonlari bor va mana bu menyu sizlar bilan har doim mashina minib ketayotgan paytlaringda, bu xoh kechqurun bo'lsin, xoh erta bo'lsin, sizlar bilan o'zgarmas holda ko'rinib turadi va kechki vaqtda ba'zida bilik berib turib mashina minishga ba'zida xalaqit beradi. Va biz obzorimizni davom ettiramiz. Yana bu eksklyuziv magnitolarni standart menyusida bor bo'lgan zavodskoy menyusini boshqarish uchun ikkinchi parolimiz, birinchisi 88 edi. Eslatib o'taman. Ikkinchisi 1 dan 6 gacha. Xo'p. 1 2 3 4 5 6.
ikkinchi menyuni boshqarish uchun bunda kam tizim boshqariladi. Panel knopkalari, звуковой balans, 5G kanal настройкасы, logotip o'zgarishi imkoniyati. Bundan tashqari standart magnitolarda bor bo'lgan nastroykani boshqarish imkoniyati, tilni o'zgartirish, boshqa sizga kerak bo'lgan bironta menyuni o'zgartirish imkoniyatiga ega. Har bir magnitolada bo'lgandek bir oyda bir marta, misol YouTube ko'ryapsizlar, YouTube ko'rgandan keyin magnitola umuman qotib qolmasligi uchun priложение menyusiga kirib turib, men ko'proq demoqchiman YouTube ko'radiganlarning diqqatiga, YouTube'ga kirasizlar, keshga kirasizlar, ochib turib, mana keshni iloji bo'lsa bir haftada yoki bir oyda bir marta очистить kesh qilib sibros qilib qo'yish kifoya. Xo'p, bu magnitolani issiq havoda, ya'ni stabil ishlashi uchun yana bir bizga kerakli bo'lgan funksiya, kerakli bo'lgan joyi, mikrokulerning sistemasi bor o'zini. Xohlasalaring har doim yo'q holatda, xohlasalaring kerakli paytda o'chirib qo'ysa bo'ladi, sovuq havoli paytida. Yoki qaysidir определенный gradusga buni bog'lab qo'ysalaring bo'ladi. Определенный, misol 70 gradusga chiqqandan keyin magnitola avtomatik tarzda o'zi kulerning sistemasini yoqadi va tushgan paytda o'zi avtomatik tarzda o'chiradi. Endi issiq havoda tavsiyam yo'q holatda turgani yaxshi, chunki kalitni olganlaridan keyin o'zi avtomatik tarzda o'chiradi. Bundan tashqari Bluetooth orqali ishlash imkoniyati, equalizer, ya'ni muzikani imенно shopir tomonga yoki salonni markaziy tarafiga umuman qaysidir bastni ko'tarib yoki qaysidir tizimda o'chirib kontrol qilish imkoniyati. Android Auto funksiyasi yoki CarPlay'ga yana bir qulayliklaridan biri удобный, ya'ni потрясающий funksiyasi bor. Android Auto yoki CarPlay, ya'ni Apple CarPlay'ga ulash imkoniyati bor. Mikrofon, standart mikrofoni, xohlagan o'zidan kerak bo'lgan programmani Google Play orqali o'rnatsalar ham bo'ladi. YouTube tizimi ham высокочёткий ekran orqali svetoperedachasi zo'r, maza qilib eshitasizlar. Hozir домашний internetligi uchun internetimiz jicha sekinroq ishlaydi. YouTube'da o'zi umuman qotimaydi, qotimasdan ishlaydi. Bemalol YouTube'da xohlagan videolaringni ko'rishlaring mumkin. Umuman qotimaydi. Endi menda домашний internet bo'lgani uchun o'zlaring tushunasizlar, telefonga olish hozir imkoniyati yo'q. Telefon orqali sizlarga obzor olib beryapman. Shuning hisobidan birmuncha hozircha qiyin. Xo'p, bu eksklyuziv avtomagnitolamizning asosiy jihatlaridan biri быстрый достуp knopkalari bor, ya'ni regulator громкости, menyuga chiqish, navigator yoqish, radio yoqish, muzikaga o'tish yoki telefonda Bluetoothga ulaydigan menyusiga o'tish funksiyalariga ega eng asosiy kerakli joylari. Xo'p, yana bir ko'rsatib o'taman siz muxlislar uchun. Xo'p, kulerning sistemasi radio antenna ulash sistemasi, GPS, undan tashqari
4G antennasi. Mana 4G antennani lobovoyga o'rnatib qo'yish mumkin yoki ichida qolsa ham bo'ladi. Agar antenna chiqmagan taqdirda lobovoyga o'rnatib qo'yish o'zi tavsiya etiladi. Bundan tashqari внешний mikrofon ulash imkoniyati. Внешний mikrofon. Bu endi усилитель, ya'ni kolonka усилительda ulash joyi. Mana orqa kamera. Bu orqa kamerani kabellari va hokazo. Mana kulerni pitaniyasi bu. Bizga bu magnitolani yetkazib berishda Avtoradio kanalini administratori Timur akaga katta rahmat aytib o'tamiz. Menga bu magnitola juda ham yoqdi. Bu qisqacha obzor edi, ya'ni дополнение qilib qo'yaman. Bironta дополнение qilish kerak bo'lgan joyi provodnik menyuda yana o'zini xotirasidagi ma'lumotlarni boshqarish imkoniyati yoki USB vxod orqali flashka ulangan taqdirda flashkadagi ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Juda ham eksklyuziv. Har bitta magnitolaga o'xshab standart menyuga ega. Turlicha imkoniyatlari juda ham ko'p. Yana bir qaytarib o'taman. Magnitola modeli Top VTS10 7862 QLED ekranga ega. Высокочёткий ekran, ya'ni QLED ekran, misol IPS ekran многого не дотягивает, поэтому juda ko'p imkoniyatga ega ekran. 8 yadrali protsessor. Buni har xil komplektatsiyalari bor. Bu komplektatsiya bo'yicha 432, 464 bor buni. Har xil hozirgi vaqtda har xil komplektatsiyalari bor. 6 misol operativka 6 lik, joyi 128 lik komplektatsiyalari bor. Komplektatsiyasiga qarab narxi ham oshib ketadi. Narxini shu Avtoradio kanalida sizlar bemalol kirib ko'rishlaring mumkin. LTE chiqadi, 4G sim karta qo'yish imkoniyati. QLED ekran 1280 ga 720 razresheniyali. Mana shunaqa eksklyuziv avtomagnitolaga ega bo'lsalaring bo'ladi. Bundan tashqari быстрый запуск knopkalarini rangini o'zgartirish, podsvetkani o'zgartirish imkoniyati bor bunda. Biz birinchi o'rinda podfarniyni yoqamiz. Podfarniyni yoqqandan keyin mana podsvetka yonadi. Podsvetkani ochib turib xohlasalaring yashil. Endi buni kechqurun, tungi vaqtda ko'rsatsa yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Qizil rangga o'zgartirish, pushti rangga, sizlarga qanaqa rang yoqsa, xuddi shu rangga o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Mana shunaqa eksklyuziv avtomagnitolaga ega bo'lgilaring kerak bo'lsa, Avtoradio kanaliga bevosita bog'lanib sotib olsalaring bo'ladi. Juda ham eksklyuziv, juda ham o'zgacha stilda, o'zgacha dizaynda. U juda ham ko'p shiroki funksiyalari bor. Stabil ishlash imkoniyatiga ega mikrokuler sistemasi bor, juda ham qulay. Полный paket Google programmalari bor, standartniy menyu, ekranda to'liq kartani boshqarish imkoniyati, YouTube qotmaydi. Быстрый запуск knopkalari bor, ya'ni navigator, radio, muzikaga, telefonga kirish yoki zvukni boshqarish, keyingi trekka o'tish, bitta oldingi trekka qaytish. Ekranda o'zida soati, undan tashqari o'zini bir qator temalari bor. Video tizimi, ovoz assistenti bor, faqat pulli bu. Buni aktivatsiya qilish uchun pulini to'lab, registratsiya qilib. Undan tashqari ekranda o'zida akkumulyator kuchlanishini ham ko'rsatadi. Bu narsa yurib ketayotgan vaqtda, ya'ni значениялari o'zgartiradi. Paneli ko'rinishi qotmaydi, umuman qotmaydi. Mana knopkalariga ham, быстрый запуск knopkalariga ham reaksiya mgnovenniy. Bosasiz, mgnovenniy reaksiya. Bosasiz, mgnovenniy ochiladi. Bosasiz, mgnovenniy muzika ochiladi. Va hokazo. Shu bilan bugungi obzorimiz o'z nihoyasiga yetadi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.